Yaxshi mislamini qo'llab kelayotgan barliq aka-ukalarni singillar mumkin bo'lsa bir talaqsiz yurakni besatinglar. Bugun ishxonamizga chiroyli qiz oldim birisi keldi. Oldilar men qiz oldim bir sayfan qilib baqili, anandan keyin ta'siratini anglab baqili. Amisi menlar aka. Yaxshimi menay? O'ltiring. Choy iching. Rahmat. İsmingiz nima? İsmim Öğrensem. O'rnisa. Qashqarning qayerinsiz? Qashqaryon sadım. Qashqaringizdan. May qancha yosh kirdingiz? 24 yaş. 24 yosh. Voy taqa. 24 yosh kirib, men Urumchining o'yadini aytgan qizaloq laqab qolsa inkaslarni yezib qo'yinglar, mukofot bor. Bugun men bilan ko'rishgandan keyingi ta'sirotingizni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. İşlerini kesken astadılık bilen andikin xeridan razı kılıp ko'ngildagidek holatda so'di bo'ldi deb o'ylayman. Xush oldingizmi? 63 bin fan uy, 3-qavatdan Jonshuysi bor uyni qancha pul qoldik? 490 ming. 490 mingga. Anandan keyin shu Urumchidan o'yilish orqali qanchalik bo'lgan sizga? Urumchida o'ylashni o'ylash qilib bir ay yildan oshdi. Bir aydan oshdi. Burun boshqa yerga berib qo'ylab ketgan ahvol bor shundadi. Bir qatam qo'ylab ketgan avval bor. Endi men sizni qo'yaptimmi yo'qmi? Yo'q, Endi men burun menda zopin chiqargandim, chiqarsam degidek ko'rinishi yaxshi bo'lmagan. Ham ko'rganlarmi ishonmagandi. Bu qo'ymichi u deganda qallaymiqa inkasini yezib qo'ygandi. Inkas rayoniga ashta xongacha izlanib ko'p degandek cho'mdi. Endi o'zingizdagi ta'sirotini shu to'g'risida bir so'zlab bersangiz, mashina hozirni o'zlan to'g'ri yo'lladim. Hozir satgan cho'pdi. To'xtang. Mana saat 19dan 12 o'tibdi hozir 2025-yil 3-oyning 12-kunisi. Hozirni o'zlan chiqarayman o'yinga. Shunga o'zingizdagi rostchilik bilan o'ylig'ingizni shu to'g'risida deb bergan bo'lsangiz, aşağı qarab Allah'tan zopinlarını köygentten burun alınıp ketkenlerge öysütüp qılan işlerim anlagan. Şun bilan işençilikken dep izlep kep. Bugün bir gün dilam yaxşı öyünüm körep, öyüm yaradı ananakin. Soğudum pütüşüp, yolunu yaxşı kılışıp, qıpadi bek işençilik hakikaten kepmiş balını izlep, öysüt ölüp qılgan şanlı bolsa, işençilik tavsiye qilish buldu hakikaten. Şanlarını işençilik aletler sizler razı boğudek, aletler mülazimtanlardan çıkıp, beraleydikan. Rahmat, yaxshi pinjabdaginizga. Bizga ishonch bo'lamdika yo'qmi? Bo'ldik ya, ishonch bo'lmagan bo'lsa, men bu yerda u yaqinlikdan izlab sizni kelib qo'yaman. Siz Urumchiga qachon tushdingiz? Men Urumchiga tunigun tushgan, bugun mana sodimiz bitib, bir oyning egisi bo'lmay deb o'tiryapman endi. To'xtamni tuzib bo'ldik. Atdi bankaga boramiz, shundadi. Unda olsa yana shu Urumchidan uy olmoqchi bo'lgan barliq aka-ukalarimiz singillarimiz 132 09 95 44 46 degan unlarga joylash orqali yoki bevosita telefon qilish orqali men bilan aloqalashsanglar bo'pti. Meni qo'llagan barliq aka-ukalarimiz singillarimga ko'p rahmat. Yana bir qitim so'ratay. Qancha yosh? 24 yosh. 24 yosh kirib men Urumchidan cho'nkan uy oldim yoki daykan uy oldim aytgan qizaloqlar qolib qolsanglar rasmingni qoldirib qo'yinglar imkon sirayniga. Eng chiroyli qizaloqqa mukofot bor. Rahmat.